siyasi vaziyetler, dünya iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranında. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Men qarindishinglar Nabija Ala. Bugünkü programımızda her bir anlığa degandek şu qarindishimiz Indoneziyadagi turmush turayotgan qarindoshlarimiz haqida bir ciddi şekilde biz ağam uçurlar bilan her birleri bilan ortaklaşmoqchi. Hamda undan keyin bunu qarindoshlarimizni qutuldirish uchun qanday harakat qilamiz? Bu to'g'rida o'zimning fikrlarini o'tirib qo'yman qarindoshlar. Hamda hozir bizga uçur Indoneziya turmusida yetayotgan Ahmet Bozoğlan degan qarindishimizning keldi. Hammamiz bilgandek bu bolalar jami 4 Indoneziyada 2014-yili Türkiye'ye ketish uchun yo'l izlab kelgan bolalardan qolgan 4 bola to'g'ri bo'lmagan vaqt, to'g'ri bo'lmagan tashkilotlarning yinida yoki o'zi bilmaydigan yerda turib qolganligi uchun shu tashkilotlar bilan hukumatning o'rtasida to'qnashuv bo'lgan vaqtida, yani bunun hikayesini etib kelsek yamancık, çünkü bunun keyindimi bu teşkilatlarının şekilde ziddiyet to'qnashuv sağlanmış şu aqida Xitayning oyunu, Xitayning rejissorluğu o'tirg'i chiqdi. Onun için deganki gapning nuqtasi bu bala shunday yerlarda bo'lib qolganligi uchun bu bala shu vaqtida nimada tutilgan, Indoneziyada tutilgan. Tutilgandan keyin şu vaqtdagi shu yerdagi teşkilatlarning qatorida sotlash jarayonida bu 4 balaning 3'ü 6 yillik, birisi 8 yillik kesilgan. Hozir ben ovozini oldigan qarindishim 8 yillik kesilgan qarindishim. 3 qarindishimiz bilan ayrı. Yani bir tutilgan, bir kesilgan bo'lsa-mu, ama jinoyati, atilgan jinoyat sababli jazo muddati, yani 2 yil var. 8 yil kesilganligi uchun. Qarindoshlarımızın 6 yil kesilganligi uchun 9 ayının 16 günü Indoneziya turmusdan boshqa yerga yo'tkab ketilgan. Ya'ni musofirlar lagerga yo'tkab ketimiz deb aytgan, ama u yerdimi yo Xitoyga qaytarib etdimi? Hozir andishimiz Xitoyga qaytarib etgan nimasi nisbati yuqoriroq bo'layotdi. Chunki Indoneziya hukumati javob berolmayotdi, izdiga yerlardan chiqmayotdi. Aniq bo'lmagan aşağıdaki aktivistlarning bergan xabarda ularning ma'lum bir yerda bor degan bilan o'rni aniq bo'lmadi. Biz bu hukumat tarafidan dalillash uchun bu qo'limizdagi bor isbotlarni o'tirg'a chiqishga to'g'ri kelyapti qarindoshlar. Chunki o qarindishimiz hammamiz jiddiylashgandek, hammamiz ko'nglimiz yerim bo'lgandek bizning qarindishimiz. Bu qarindishimizni qutuldirish uchun muhojiratdagi sil bilan bizning qarindoshlarimizning o'zimizning qo'ldan kelgan shaklda xalqaro axborotlardan foydalansa, xalqaro axborot bo'lmasa o'zimizning shakldagi mushtaq ijtimoiy taratqularimiz orqali dunyoga bu qarindoshlarimizning ovozini anglatish va Indoneziya hukumatiga o'xshash hukumatlarning bizning Uyg'urlarni ozg'ili pul, ozg'ili manfaat va ozg'inicha o'zining manfaat uchun Xitoy tajovuzlaridagi bir yirtqich hayvonga Uyg'urlarni topshirib bermaslikni va ba'zi bu xatolikning bedelini to'lashni yutishimiz kerak. Unda bo'lmaydi ekan, hech qanday to'laydigan bedel bo'lmasa qarindoshlar, sizlar biz shu arzimas narsadek u yerdan bu yerga setilib, u yerdan bu yergacha ashunda yo'qtilib o'lib tugaymiz qarindoshlar. Shuning uchun bu yerdagi bu abam deganimdek bu qarindishimiz, 3 qarindishimiz 6 yillik kesilgan, 6 yillik 9 ayning 16 kuni ularning vaqti jazo muddati to'shqan. Şu güne bularni boshqa yerga yo'tkagan jarayonda anglagan uchurlarimizga qaraganda bularni Xitoy ichki jihatdan so'dilish bo'lganligi, chunki Xitoy 2016-yilda bu balani talab qilgan vaqtida Indoneziya hukumati bermagan bu balani. Chunki bu vaqtida men bir xabarni chiqarib qo'ydim. 2016-yili 4-ayning 21-kuni chiqqan xabarga Facebook'ga yo'llab qo'ydim qarindoshlar. Buningda Xitoy Shanxayda tutilgan indoneziyalik jinoyat gumondori Samandikun Hartum bilan almashtirish talabini o'tirib qo'ygan. Ama
Indoneziya taraf yuqori darajadagi amaldor bu 4 nafar Uyg'urning masalasi o'xshamaydiganligini, bu masalani Xitoy taraf bilan ayrim muzokara qilganligini deb rad qilgan dedi. Shunda bo'lgan vaqtida bu bolalar 2014-yili 9-oyda Sharq Turkiston chiqib chiqqan bolalar anandan keyin bu yo'l izlab shu vaqtida Indoneziya, Malayziyadan yo'l olmaganligi uchun bular yo'l izlab Indoneziya tarafdan Türkiye'ye ketiş yolları olamdı deyen şekilde şu yerge bağlan, şu yerge berip hata urun, hata adamla bilen turup qalğanlığı üçün babalının hile gipini mi anlayısılar kardeşimizden, bu Ahmet Boz oğlan degen kardeşimizden ki onun da mı üzünün qandaq şekilde bulab qalğanlığı doğruluq bir 2016 yılı Indoneziya hükümeti bəmigen. Ama yeni bir uçurda 2018 yılı 1. ayda Xitay təcavüzçüləri bilen Indoneziya tarafından adam ötkizip biriş, teftişninki adam ötkirip biriş kelishimnomasiga qo'l qo'yganlik bir hujjati qo'limizda bor. Demak, Xitoy 2016 yılı eklenmeyendan keyin uzluksizlar bu ektish uchun bu bolalarni har xil shaklda, diplomatik shaklda yo'l mangan. 2 yil menish jarayonida bu bolalar bilan 2018 yılı Indoneziya hukumati bilan ya'ni ektish to'g'riliq ya'ni kelishim hosil qilib bo'lgan. Demak, bugungi 3 balaning izdireksiz yo'qolib ketishi, az izdiga yerimizdan chiqmayotganligi bizni ansirtayotgan narsa shu. Ammo ma qarindishimiz tex 2 yil muddati bo'lganligi uchun bu qarindishimiz qilib qolganligi, bu qarindishimiz uning aktiga nimasidan xabarsiz ekanligi, anandan keyin bu qarindishimizga anandan keyin biz yiqildir orqali havola qilib, ovozingizni chiqaring, ovozingizni orqali biz xalqimizga anlatayli, hamda bizning hamma gapni biz sizligida vakolatdan davoganning tazı nimesi olmaydı, canlılık nimesi olmaydı iken, şuna sizlerin avazınla arkalık, sizin avazınla arkalık. Biz halkımızga, dünya cemaatliği anlataylı, ma balını eğer aşılınınki Indoneziya hükümeti qaytırıp etkenimiz, kaçan qaytırıp etti, kim qaytırıp etti? Bunun cevapkarlığını Indoneziya hükümetinden ve şu yerdeki 200 milyonga yakın Müslümanlar bunun cevapkarlığını iliş gerek, sürüşlük kılış gerek. Hem de ma bir kıp kalgan ma kardeşimiz ne? Bu kardeşimizi kandan kurtuldurup eşitlemez. Bu kardeşimizi qayaga yerleştirmez. Mana hazır turmada bu kardeşimizi qanday qutuldiramiz? Üç kardeşimizning izligini so'raymiz. Evet degan bo'lsa, u kardeşimizni ib chiqamiz. Bu şekilde ahirda o'zimizning nimasini qanday shakldagi maydonimizni qarindoshlar bilan o'rtoqlashimiz qarindoshlar. Uning uchun men hozir sizlarga Ahmet Boz o'g'lan degan qarindishimning ovozini olib qo'yay. Arkadaşlarımızla müracaat var. Ben 2014 yılı 9 ayda Endonezya'ya gidip Türkiye'ye oylab bu işlerden ketmekçi olup Endonezya'ya kelgen vaktinde bana burada tutup durmalı sağlık soruda şu Allah'ta Xitay avar kılıp Xitay bizne Qarchapan degan nimani keltirib 18 yillik 18 yillik mehnat jazo muddati hukm qilingan. Mana 4-imizning ishi 3 yildan qaytib bo'ldi. Biz 4 yildan yo'q. Ben qolib qoldim bu yerda. Endi meningki shu bütün qarindoshlarimiz va Uyg'ur jamoatiga shu munojatni meni bir Allah yo'lida, Allah rizolik uchun shu Xitoyga qaytarib o'tmasligini Allah rizolik uchun yo'lma mayli boshqa davlat bo'lamdi, mayli Turkiyaga bo'lamdi bir yo'l silishini, shunaqa bir osonlikni berish uchun kuchab qo'yishini Allah rizoligini istab shu qarindoshlarimizni so'rayman. Meningki bu qalbim shunda Qarchapan deb kelib qolgan, ammo bu Qarchapan degan narsada bizda asar yo'q, hech qanday bir ish bo'lmaydi. Bir Turkiyaga menish jarayonida shu ketib bo'lmay, yo'l istab yo'l deb bo'lmay, shu orliqda mushkul qoldi. Jamoatniki Allah rizoligi uchun kelishi, yordamlashini so'rayman. Allah hammalarga qattiqsin. Hammalarniki maqam qilishimizniki yordamlashini ecri mükafatına Allah esirlik versin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Demek bana bu kardeşimiz Qarchapan degine aşu ilaqa Daesh alaqadar aşağıda bir bu balının mu haberi yok aşağıda tuğan ilaqa 2014 yılı hemimiz bilimiz
Indoneziyada mı bazı Müslümanlar üz kömüge adamga ma Daesh deymiz go. Ma Irak'taki aşılağaylıqı üz kömüge durup beyat qılıp etip şu şekildeki neslerini köz tutudu. Şuninkini demekçi qarchapan degine. Şunun için şu yerda turib qolgan adam degine xata joy va xata adamning endi turib qolganligi uchun bu bolaga terrorist teşkilatı bilan birga harakat qilgan degan shekildagi nomli bilan bu bolalar shunday beguna şekilde mana 8 yil 6 yil yetyapti. Yani 2 yil varken mana qarindishimning 3-ning vaqti to'shqanligi uchun bu qarindoshlarımızın hozir mana izlarigini ololmayapmiz. Allah razı olsun. Tünügün mayli İstanbul'daki, Amerika'daki, Gollandiyadaki qarindoshlarimiz şu Indoneziya konsulxonasining oldiga verib qarindoshlarımızın ahvolini surishtirdi. Bu naiti yaxshi bir ahvol. Çünkü shunday qilgan vaqtimizda qarindoshlarımızın izlarigini so'ragan vaqtimizda anandan kim buningga bir şekilde cevap topalaymiz. Eğer unda qilmay, hech kim bilan kar olmasa, hech kim bularning surishtirishini qilmasa, sen qandaq şekilde de bu qarindoshlarimizni adil muomala qilmasa, birisini andaqkan, birisini mandaqkan deb boshqalar chaplagan terrorist, boshqalar chaplagan jinoyatni bizmi birga tang chaplashib bersak, bu qarindoshlarımızning qandaq ovoz ola olamiz? Qandaq bu qarindoshlik degan şekilde bir-birimizga muomala qilisha olamiz qarindoshlar? Shuningcha bir mesele olsa, onu qandaqdir kimga atishni, kimdan uning so'rig'ini qilishga qoldirmay qarindoshlar. Hozir mana qarindoshlarimiz, hozir 3 qarindishimizning na'ligini aktish ehtimolligining obamliginimdek men yo'llab qo'yman. Xitoyning tuzilgan kelishimnomalari va şekilde o balaning hozirgi izlarining bo'lmayotganligini, mana Amerikadagi elchixonadagi, konsulxonadagi Indoneziya amaldorlarining bir haftadan keyingi xabarini beramiz debdi. Ma'o deganlikka bizning İstanbul'da qarindoshlarimiz axborot e'lon qilishini açımız debdi. Bu yer açqanda 3 qarindishimizning ahvoli. Bu yer aniq ne şekilde nima qilganlar? 4 qarindishimizning birisining texnik jazomatini to'shmay turmadi ekanligini, buning ovozini anglaganligimizni, 3 qarindishimizning mana hozir izdireksiz 9 ayning 16 kuni to'shabdi. Bu qarindishimiz ne ketdi? Bunni musofirlarga agar şunun pul chiqimi bo'lsa, mana biz to'laylik deb aşağı şekilde oturga chiqib ash qarindoshlarimizni akilib oladigan, mayli Turkiya bo'lamdi, mayli hozir mana Amerikadagi qonunimiz bo'lamdi, Kanadadagi bizga moslashayotgan qonun bo'lamdi. Bu şekillerden foydalanib shu yerga qarindoshlarimiz biroz hech kimdan kim qutuldirib kim qilsa shu yaxshi şekilde ish qilgan bo'ladi. Ishni qilib andan keyin xalq maqtusun qilgan ishimizni, xalq muayyanlashtirsin qarindoshlar. Ishni qilmay turib, teptiş hüküm qiladigan, sodicha oladigan, uni buni qarlaydigan ishni qilmay biz. Avval ishni qilaylik, odamni qutuldir. Shuning uchun qarindoshlarim, biz bu balaning surishtisini qilaylik. Anandan keyin har qaysi davlatlardagi turishlik Indoneziya konsulxonasiga berib, mana 3 qarindishimizning avvali qani. Bular nada? Degan şekilde baralsak baralil bo'lmasa to'rdan shu turishlik davlatining konsulxonasining, elchixonasining email adreslari va telefonlari va hiç bo'lmaganda telefon uramasak vaqtimiz, saqlashga vaqtimiz yetib qolgan, shulab qo'yib qolsa, uchrab turadigan, shulab qo'yib qolsa, telefonni nima urayli, xat yozayli. Bir şekilde şu davlatning turishlik yerlik tilda xat yozsa bo'ldi, inglizcha yozsa bo'ldi. Şekilde shu balaning rasmlarini yo'llab 9 ayning 16 kuni 2020 yili 9 ayning 16 kuni Indoneziyada jazo muddati to'shqan qarindoshlarimizning qani bo'lar? Eğer turma yoki boshqa uchurlarga lozim bo'lib qolsa, menga ayrim uchur qilinglar. Men qo'limda bor uchurlarni har biringizga ta'minlayman, ammo bo'sh qarindoshlarimizni ega chiqaylik. Hozir ma qarindoshlarimizni bir qutuldiraylik. Hozir o Taylandniki olsun, boshqa yerga olsun, hamma yerdagiga qaranglar. Agar shu imkoniyat yetsa, biz tashkilotlardan, men nechqitim dedim, tashkilotlardan va boshqa o'rinlardan biz davlatning nimasini kutib olmaylik. Davlatning imtiyozini, davlatning kuchini talab qilmaylik. Chunki tashkilot dernek qarindoshlar. Onun o'ziga loyiqlam o'pcha kichiklam xizmat bo'ldi. Sen Uyg'urning xizmatini qilganliging uchun deb ularga tag'adi bir yukni atib qo'ysak teh bo'lmaydi. Men bularni aqligini emas, chunki ularning qanchalik shaklda xizmat doirasining borligini, qanchalik shaklda kuchi borligini men bilganlik uchun mumkin deyapman. Shuning uchun biz tashkilot va xizmat qilayotgan insonning kuchining qanchalik ekanligini nima bilaylik. Bilib turib uni keyin shuning qarta yuk ataylik onun uchun. Uni bilmay turib onun tag'di bir yukni atib olsak,
vaqtida o yerib qoladi, bo'lmaydi. Uning uchun demakchi o'g'nab qilamiz. Agar zaten qilmayotgan bo'lsa, xalqning xizmatini yoki bo'lmasa o'zining manfaatini, o'zining obro'yini, o'zining boshqa shaxsiy nimasini Sharq Turkiston davosining ustiga chiqarib olgan bo'lsa, u halok bo'ladi. Har qanday tashkilot halok bo'ladi. U men degan har qanday o qurolliq muntizim askar va nimalar olsun, cemaatli olsun ve yoki dernek, qurultay, heliqi partiya, heliqi hukumat deganlar olsun, qaysi bo'lsa, xalqning xizmatini qilma deb o'tirib chiqib, o'zining manfaatini, o'zining shaxsiy havasini, o'zining shaxsiy obro'yini ash da'voning ustiga qo'yib, men mentim deydigan shular qolsa, har qanday halok bo'ladi. Bu gapni men jiqdidim men. Shuning uchun bu gapni jiqdishimlik sabab mushta xizmat qilayotganlar ashta bulab qolmasin. Mush qilisi ching tursin. Xalqning xizmati, xalqning xizmati. Xalqning xizmatida qarindoshlar nurg'un jafolar bo'ldi, til ahanat bo'ldi, har xil shaklda toptani bo'ldi. Buning voy deb xo'shallab ketadigan, voy o'rindoq yomon yumshoq kelib ketadigan ish yo'q. O'rindoqning bedeli yomon eg'ir. Shunga o'rindoq jiddiy qilayotgan, obro'y qilayotgan, buning hammasini ko'ryapmiz. Qaysi o'rindoq uchun xizmat qilyapti, qaysi obro'y uchun xizmat qilyapti, qaysi nima qilyapti, oshkorlanib qoladi. Xalqning nazaridan chiqib turadi insonlar. Shuning uchun biz unda insonlar bilan ha-hu deb vaqtimizni undan qilmay, dal vaqtida adam qutqizganning, adamni qanday qutqizganning, qanday shaklda harakat qilganligining buning planida bo'ldi. Buning vaqtimizni buningda, zehnimizda buningda bo'lsin. Unda bo'lmay, uni qo'yib turib, so'chilik qilib o'zimiz 5-6 odamni atrofimizni to'plab, WhatsApp to'pladi, u yerda quruq gapni, mani onun bunu sot içip dal vaqtida üçümüz aldıgan deb ba'zi qusqimizda hasratimiz varla, derdimiz varla, gatchidilam boshqa gapni ko'tarib ichib xalqni ma'lumotdan qilmay. To'xtabdi, ma 3 qirinch, 4 qirinchimiz bu yerda turmadi ekan. Mana shuni qaytarish ehtimoli yo'q, izdirgi yo'q ekan. Buni qanday qutuldiramiz? Buni izdirgini qanday olamiz? Ma qirinchim turmadi 2 yil vaqt var ekan. Buni qanday qutuldiramiz? Buning uchun yana qanday xizmat ishlaymiz? 2 yil burun vaqtimiz 2 yil var ekan. Bu 2 yil jarayonni 2 yildan burun qutuldirib ichkilamdi. Yoki bo'lmasa 2 yil to'shqandiki qaysi yerga o'rlashtirib talaymiz maqarnishimni degan shaklda harakat qila olsak biz futimiz. Bo'lmasa ayni Xitoy 2016-yil hukumat davlat turib 2016-yili bermaganki 2 yil yo'lmoqda bir davlat turib 2018-yili Indoneziya hukumatiga taftish shaklda jinoyatchilarni men akitma, vaqt to'shqandikini akitma, garchi aballining qo'lidagi pasport Turkiyaning pasportu bo'lsa-mu, Xitoy mening adamimga akitma deb aballining piga 2 yil chiqdi qarindoshlar. Siz bilan biz uningdan better bedel to'lashimiz kerakdi. Bizning qilishimizda. Xitoy yevitim etgan dushman 2 yil harakat qildi. Siz mening jon jigirim, mening qarindishim, voy dindishim, voy voy ko'k deganlar o'zimizning meydisiga mushlayotganlar ham o'tirib chiqib qarindoshlarimizni qanday qutuldiramiz? Qanday qilamiz? Buning hammani tashkilot bu ulumi uzurlayiq ishni qiladi. Xalq bilish uchun bizning qiladigan ishimiz bor. Siz bilan bizning qo'limizda hammamizning aqliy telefon bor. Buni Twitterga chiqaraylik, mobilga hashtagni nima qildi, buni hashtag qilganligini qilaylik. Ana keyin Indoneziya hukumatining hayriyat konsulxonalariga bizning vaqtimiz yetadi. Bizning nimamiz bor, kompyuter bor, hammamizning qo'lida telefon bor. Ilxat yozaylik, telefon uraylik, tillamaylik, haqni o'qib deb nimasiga oltirib, mundaq qilib qonun xilaf ish qilmaymiz. Qonunning tashkillangan ishida, bekitilgan doira ichida biz haqliq qarindoshlarimizning surishini qilaylik. Qarindoshlarimizning rasmlarini ko'tarib chiqib mana qarindoshlarim qanday debdi. Mushtaqil kun tartibga kelib biz xalqaroning axborot besimlari orqali Indoneziya hukumatiga besim qilaylik. Indoneziyadagi shu net 100 million musulmonlarni, musulmon tashkilotlarini harakat keltiraylik. Haliqi bizlarda yomg'irlarda turib bizga namoz o'qigan, biz uchun duo qilgan qarindoshlarimiz o'rinda bir turib ketsin. Ma 3 qarindishimiz qanday deb o'rinda bir turib ketsin, shu qarindoshlarimiz o'rnidan to'g'izib etdilar. Necha qitim badoq, necha qitim umak tashkillab badoq qarindoshlar. Bag'an kunini surishishni qildilar. Qo'ponglar o'rningda bir qo'yib ketinglar. Musulmonlar o'rningda bir qo'yib ketinglar deb bir xitob qilaylik ashliga. Qo'yib ketsin bu o'rindan. Mana o'zining do'lda tug'an 3 qarindishimizning niyatligini izdirgini versin. Ma bir qarindishimiz turmadi ekan, 2 yil vaqti bor ekan, buni izdirgini versin, buni qo'yib bersin. Bo'z qanday narsa kessin. Biz berib akilib ollar qarindishimizni. Şu yolunu mana arkadaşlar. Bunu kun tertip ekildi. Bunu her günü bir yerde Facebook'ta başkanın
Onun bunun gibini qilmay, onun bunun işini qilmay, o'zimizning qarindoshlarni qutuldirishni. Hammamiz ish bulab bo'lgan, hayajonlanib, ish bulab bo'lgan, bu deb, o'g'andan hozirgi vaqtida, hozirgi qutuldirgan dal mezgilida qutuldirishga harakat qilaylik. Buning uchun kuch chiqaraylik. Hammamiz o'zimiz loyiq kuch chiqara olamiz. Hech kimningki mak kuch chiqargan plan chiqibdi, shu qilsin, men qilmayman, mandaq, pulkunchi qo'l tiqibdi, pakanchi tashkilot qilib yetibdi, sho'li qilsin, bo'ldi men qilmayman emas. Oğlum üzüge layık olsun, men üzeme layık. Men üzeme layık savabını vermiş kardeşim bo'lgan üzemden mehri muhabbetini ifade et. Digen noktada çıkaylı kardeşler. Palan çıkıptı, pokun çıkıptı, maqıptı, akıptı dep, obzorçılık qilish, onu bunu kemsitip, ünlüğünü yaratmaydıgan, burun kelgen teşkilatga, o teşkilat neymiş kılalıptı. Demek, aşk kılanmağını men tuluqlay. Men tuluqlay aldımı, qançılık tuluqlay alayım, digen noktadan çıkaylı. Xalqni maqsad qilish emas, xalqni ko'z qilmaslik bilan emas, xalqni to'liqlash, xalqni ashuni qilinmagan ishni qilib, bunda xalq e'tirof qilsin bizni. O'zimiz deya olmayli. O'zimiz xalqni kamsita olmayli. Bizning qilayotgan ishimizni xalqdan bizning ikki ko'zimiz bo'lsa, xalqning ko'zi ming. Xalq nima ish qilayotganligimizni biladi. Qanday bedel to'layotganimizni xalq biladi. Faqat uni Alloh rizoligi uchun qilgan vaqtimizda, anikenda uni xalq to'g'ri ko'z bilan ko'radi. Unda bo'lmay, shaxsiy manfaat olishib qolsa, Allah bulab ketimiz qarindoshlar. Shuning uchun qarindoshlar, programmamizning vaqti uzrab ketdi. Deydigan gibimiz, mushu qarindoshlarımızning uchunning izdirgini qilaylik, birining qutuldirishini uchun qilaylik. Agar uchumi ketmagan bo'lsa, Allohning izni bilan ash qarindoshlarimizni mush sababdan qutuldirib qola olamiz inshaalloh. Buni qilib bo'lgandan keyin qolgan xizmatlarni qilaylik qarindoshlar. Qanday? Hamma Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.